Assalomu alaykum barchaga. Video yechimlarimizni davom ettiramiz. Navbatdagi video yechimimiz attestatsiyada tushgan savollar bazasi 2024. Demak, bundan oldingi videomizda biz 40-misolgacha tahlil qilgan edik. Ana endi 41-misoldan 50-misolgacha bo'lgan oraliqdagi misollar yechimlarini sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Demak, boshladik. 41-misoldan boshlaymiz. Hop, barchasini irratsionaldan qutqarib yuboradigan bo'lsam, tepada, ya'ni mahrajda -2 keladi. Bu joyda ham barchasida -2 keladi. Demak, umumiy qilib mahrajda -2 ni qoldiraman. Va tepada nima bo'ladi? Ildiz ostida 1, minus ildiz ostida 3, plus ildiz ostida 3, minus ildiz ostida 5 va hokazo ildiz ostida 47, minus ildiz ostida 49 qoladi. Endi o'rtadagi barchasi yo'qolib, birinchi va oxirgi qoladi. Ildiz osti 1 dan 1 kelib chiqadi. Ildiz osti 49 dan 7 chiqadi. Mahraj -2. Demak, bu 3 ga teng bo'lar ekan. 3 bizda mana A javobda. 42-savolga o'tamiz. Ikkita ovchining nishonga urish ehtimoli 0,6 ga teng. Ikkala ovchi ham 2 martadan imkoniyat berildi. Otilgan o'qning kamida bittasi nishonga tegish ehtimolini toping deyapti. Demak, buni quyidagicha yechamiz. Umuman tegmaslik ehtimolini topib birdan ayirsak, kamida bittasi tegish ehtimoli kelib chiqadi. Ya'ni birdan ayiramiz, umuman tegmasligi. Tegish ehtimoli 0,6 bo'lsa, tegmasligi 0,4. 0,4 ko'paytirilgan 0,4 ko'paytirilgan 0,4 ko'paytirilgan 0,4. Sababi ikkita ovchi ikkalasi ham otadi. 4 ta o'q bo'ladi bu joyda. 4 marta o'q otiladi. Demak, birdan ayiramiz. 0,4 ni 4 marta ko'paytiradigan bo'lsak, 0,0256 bo'ladi. Buni ham ayirsak, 0,9744 ga teng bo'lar ekan. Kamida bittasi tegish ehtimoli 0,9744 ga teng bo'ladi ekan. Javob A. Davom etamiz. 43-savol. Xo'sh, mana shu nisbatni topishimiz kerak ekan. Mana shuni alfa qilib olaman. Alfa qilib oladigan bo'lsam, menda kelib chiqadi sinus alfa 3 taqsim 5 ekanligi. Endi 24 taqsim 7 nimaga teng? Buni hisoblab ko'ramiz. 3 burchak chizib olaman. To'g'ri burchakli. Demak, sinus alfa qarsida katetning gipotenuziga. Demak, bu yer 3, bu yer 5. Demak, mana bu joy to'g'ri bo'ladi. Tangens topaylikchi. Tangens alfa nima bo'ladi? Tangens alfa. Mana bu joyni alfa deb olsak, 3 ning 4 ga nisbati. Tangens 2 alfani hisoblab ko'raylik. Tangens 2 alfa 2 tangens alfa 1 minus tangens kvadrat alfa. Demak, 2 ko'paytirilgan 3 taqsim 4 taqsim 1 minus 9 taqsim 16. Hisoblaymiz. Demak, tepada keladi. Bular qisqarsa 3 taqsim 2 mahrajda. Demak, bunga 16 dan mahraj beradigan bo'lsam 7 keladi, mahraj 16. Bular qisqarib 8. Demak, bu 24 taqsim 7 kelar ekan. Mana bu narsa kelib chiqdi. Bu nimani anglatadi? Bu tangens 2 alfa bo'ldi. Bu yer alfa bo'lsa, mana bu joy 2 alfa ekan. 2 alfa. Demak, alfa taqsim 2 alfa bu 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. 1 taqsim 2 bizda mana sizga javobda. Davom etamiz. 44-savol. Agar geometrik progressiyada q 1 dan katta. Xo'sh, logaritm mana bu tenglik berilgan ekan. Va mana bu ko'paytma berilgan ekan. Bo'lsa, birinchi xatdan 5-xatgacha yig'indini toping deyapti. Birinchi xatdan 5-xatgacha. Xo'p, logaritmda o'rtalar plus bo'ladigan bo'lsa, argumentlar ko'paytirish bo'ladi. Ya'ni barchasida logaritm ikki asosga ko'ra nima keladi? B1, B2, B3, B4, B5. Mana shu ko'paytma keladi. Bu 15 ga teng. Bu joydan nima kelib chiqadi? Bu joydan quyidagicha amalni bajarsak, B1 ga B5 ni ko'paytmasi, mana bu yozaman. B1 ga B5 ni ko'paytmasi B3 ning kvadrati. B4 ga B2 ni ham ko'paytmasi, ya'ni B2 ko'paytirilgan B4, bu ham B3 ning kvadrati. O'rniga qo'ysam,
b3 ning 5-darajasi kelar ekan. Ya'ni logaritm 2 asosga ko'ra b3 ning 5-darajasi kelar ekan. Bu 15 ga teng. Bu joydan 5 oldiga tushsa 5 logaritm 2 asosga ko'ra b3 15. Bu joydan kelib chiqadi logaritm 2 asosga ko'ra b3 3 ga teng ekanligi va b3 ning qiymati 8 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Demak, 3-xat 8. 3-xadi 8. Endi bu joydan 3-xadi 8 bo'ladigan bo'lsa, mana buni hisoblaylik. Bu nima bo'ladi? Mana buni o'rniga qo'yaman. Buni o'rniga qo'yadigan bo'lsam, logaritm 2 asosga ko'ra 8 keladi. Mana bular o'rniga qo'yaman. Bular o'rniga qo'yadigan bo'lsam, bu joyda logaritm 2 asosga ko'ra b2 ko'paytirilgan b4 keladi. Mana shu b2 ko'paytirilgan b4 deganimiz 8 ning kvadratini beradi. Demak, mana bu joyga 8 ning kvadratini qo'yamiz. Plus va mana bular yig'indisi tursin. 1 va 5. Ya'ni logaritm 2 asosga ko'ra b1 plus logaritm 2 asosga ko'ra b5 teng 15. Xo'p, mana bu 3 ga teng. 3 plus mana bu esa 2 ning 6-sini beradi. 2 ning 6-si. Demak, bu 6 degani. Plus logaritm 2 asosga ko'ra b1 plus logaritm 2 asosga ko'ra b5 teng 15 ga. Xo'p, mana bu yig'indi 9 nariga tarafga o'tiramiz. Demak, logaritm 2 asosga ko'ra b1 plus logaritm 2 asosga ko'ra b5 bu 6 ga teng bo'ladi. Pastiga mana buni yozaman. Ya'ni logaritm 2 asosga ko'ra b1 ko'paytirilgan logaritm 2 asosga ko'ra b5 minus 7. Ya'ni yig'indisi 6 ko'paytmasi minus 7 chiqadigan savollar. Xo'p, bu yerdan logaritm 2 asosga ko'ra b1 teng qilib olaman. Demak, kichigi bo'ladigan bo'lsa minus 1 ga. Logaritm 2 asosga ko'ra b5 ni olaman 7 ga teng qilib. Shunday, yig'indisi 6 ko'paytmasi minus 7 chiqadi. Demak, b1 kelib chiqar ekan 1 taqsim 2, b5 kelib chiqar ekan 2 ning 7-si. Ya'ni 128. Mana b1 ni b5 ni topdik. Ana endi bizga q kerak, q. Mana bu joydan q ni topamiz. b3 3-xat b1 q ning kvadrati degani bu 8. b1 ni o'rniga 1 taqsim 4 ni qo'yamiz. Demak, q teng bo'lar ekan 4 ga. Q 4 ga teng, b1 1 taqsim 2 ga teng. Endi bizdan nima so'rayapti? 5 ta hadiyamiz deyapti. Demak, S5 ni hisoblaymiz. b1 q ning 5-si minus 1 taqsim q minus 1. Demak, b1 1 taqsim 2 ga teng. Q bizda 4 ga teng bo'ldi. Demak, 4 ning 5-darajasi minus 1 taqsim 4 minus 1. Bu ham nima bo'ladi? 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 4 ning 5-darajasi. U 1024, 1 ni ayiramiz 1023 bo'ladi. Maxraj 3. 1023 va 3 ni qisqartiramiz. Demak, nech qoladi? 341 qolar ekan. 341 maxraj 2. Endi 341 ni ham 2 ga bo'lamiz. Bu 170 yarim bo'lar ekan. 170 yarim degan bizda mana bu javobda. Davom etamiz. 45-savol. Uzunligi 100 metr bo'lgan aylanani ikki jism qarama-qarshi yo'nalganda 5 minutda, bir xil yo'nalishda harakatlanganda 25 minutda uchrashadi. Ikkala jism tezliklari ko'paytmasini toping deyapti. Mana aylana. Demak, ikkalasi ham mana shu joydan chiqdi. Uzunligi 100 metr, jami 100 metr. Ikki jism qarama-qarshi yo'nalganda 5 minutda deyapti. 5 minutda. Bu degani qarang, bittasi bu tarafga, bittasi bu tarafga. Buni tezligi v1, buni tezligi v2 bo'ladigan bo'lsa, delik mana shu joyda uchrashdi. Bu birinchisi bosib o'tgan masofa S1, ikkinchisi bosib o'tgan masofa S2 deydigan bo'lsam, S1 ga S2 ni qo'shadigan bo'lsam 100.
Endi S1 nimaga teng? S1 V1 ni ko'paytiramiz 5 ga. 5 daqiqada, ya'ni 5 minutda uchrashdi. S2 nima? V2 tezlikni 5 ga ko'paytiramiz. O'rniga qo'yib ko'radigan bo'lsam, 5V1 plus 5V2 100 ga teng bo'ladi. V1 plus V2 demak 20 ga teng. Endi bir xil yo'nalsa deyapti. Bir xil yo'nalish qo'yamiz. Bir xil. Ikkalasi ham mana shu tarafga V1, V2. Yozib qo'yaman, V2 V1 dan katta bo'lsin. Ular 25 daqiqada uchrashadi deyapti. Qaranglar, unda qanday uchrashish bo'ladi? Birinchisi yo'nalish davom ettiraveradi. Mana delik mana shu joyga keldi, mana aylanib mana shu joyga keldi. Ikkinchisi esa ikkinchi yo'lovchi bu yerdan buni quvib o'tib aylanib yana mana shu joyga keladi. Mana shu joyga uchrashaman deguncha. Ya'ni aylanani bir marta to'liq bosadi va yana bir delik birinchisi bosib o'tgan masofani yana bosib o'tadi. Birinchisi S masofani bosib o'tsin. S. Demak, birinchisi S masofani bosib o'tadigan bo'lsa, demak, birinchisi S masofani bosib o'tadi V1 tezlik bilan 25 daqiqada. Ikkinchisi esa 100 plus S masofani bosib o'tadi. Sabab bir marta aylanib yana S ni bosadi. V2 tezlik bilan 25 daqiqada. S ni o'rniga mana bu olib kelib qo'yamiz bu joyga. Shunda 100 plus 25 V1 teng 25 V2 bo'ladi. Bu joydan buni bu tarafga olib o'tib 25 ga bo'lsak, V2 minus V1 teng 4 ekanligi kelib chiqadi. Demak, mana buni makhraj pastiga V2 minus V1 teng 4. Sistema qilamiz. Bu joydan V1 topsak 12 bo'ladi. V2 ni topsak 8 bo'ladi. Ko'paytmasi 96 ga teng. Tezliklar ko'paytmasi 96 ekan. Javob B. Davom etamiz. 46-savol. Agar f(a) teskari x ga hx plus jx teng hx ko'paytirilgan jx bo'lsa va h4 deganimiz 3 ga, j4 deganimiz 2 ga teng bo'lsa, f(6) ni toping deyapti. Xo'sh, o'rniga qo'yaylikchi. O'rniga qo'ysak nima bo'ladi? Ya'ni x ni o'rniga 4 ni qo'yib yuboraman. 4 ni qo'yadigan bo'lsam, f(a) teskari h4 plus j4 keladi. Teng bu joyda h4 ko'paytirilgan j4 bo'ladi. O'rniga qo'yadigan bo'lsam, f(a) teskari h4 deganimiz bizda 3 ga teng. j4 deganimiz esa 2 ga teng. Bu tarafda h4 3 ga teng, j4 esa 2 ga teng. Demak, f(a) teskari 5 kelib chiqadi 6 ekanligi. 5 va 6 ni o'rni almashtirsak, f(a) 6 5 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Bo'ldi, mana. Javob 5. Davom etamiz. 47-savol. 6 ta avtomat mashinani ishlash ehtimoli 0.95 ga teng. 0.95 ga. 4 ta yarim avtomat mashinani ishlash ehtimoli 0.8 ga teng. Ishlayotgan mashinaning ishlash ehtimolini toping deyapti. Demak, ishlash ehtimoli P deb oladigan bo'lsam, jami nechta mashina? 10 ta mashina ishlayapti. 6 tasini ishlashi 0.95 ga teng, 4 tasini ishlashi 0.8 ga teng. Demak, 6 ni 0.95 ga ko'paytmasi 0.90. bo'lmaydi. 5.7 bo'ladi. Narigisiniki 3.8 bo'ladi. 3.2 bo'ladi. Makhraj 10. Qo'shadigan bo'lsam 8.9 bo'ladi. 10 ga bo'lamiz. Demak, bu 0.89 bo'lar ekan. 0.89 bizda mana shu javobda. Davom etamiz. 48-savol. Xo'sh, Sirojiddinda 3 ta fizika va 2 ta matematika kitoblari bor. Matematika kitoblari yonma-yon qilib necha xil usulda joylashtirish mumkin deyapti. Demak,
Sirojiddinda 3 ta fizika, 2 ta matematika kitoblari bor. Joylashtirish kerak ekan, ya'ni 5 ta kitobni. 1 2 3 5 ta. Demak, kitoblarini qarang. Mana bu uchalasiga fizika joylashtirish degani bu 3 faktorial degani. Mana bu ikkalasiga matematika joylashtirish degani bu 2 faktorial degani. Ko'paytiramiz. 3 faktorial 6 ga teng, 2 faktorial 2 natija 12 bo'ladi. Endi ya'ni mana bunday qilib olsak ham bu joyda matematika bo'ldi. Endi mana shu matematikani bu tarafga qo'ysak ham yana bitta holat bo'ladi. Dastlab mana bu joyda turganda bu birinchi holat edi. Birinchi holatda 12 chiqdi. Mana bu joyga ko'chiramiz, yana 12 bo'ladi. Buni bu tarafga ko'chiramiz, yana 12 bo'ladi. Buni bu tarafga ko'chiramiz, yana 12 bo'ladi. Nechta 12 bo'ldi? Bizda 4 ta holat bo'ldi. Barchasida 12 tadan joylashtirish mumkin ekan. Jami 48 xil usulda joylashtirish mumkin ekan. 48 mana bizda bir javobda. Xo'p, davom etamiz. 49-savolga o'tamiz. Demak, 3 ta son bor. Ikkinchi son birinchi sondan qancha ko'p bo'lsa, uchinchi son ikkinchi sondan shuncha ko'p. Sonlarning eng kichik ikkitasini ko'paytmasi 85, eng katta ikkitasini ko'paytmasi 115 ga teng. Shu sonlar yig'indisini toping deyapti. Xo'p, sonlarimiz x, y va z bo'lsin. Ikkinchi son birinchi sondan qanchaga ko'p bo'lsa, demak ikkinchi son y x dan biror a ga ko'p bo'lsin. Uchinchi son ikkinchi sondan shuncha ko'p deyapti. Ya'ni z y dan shuncha degani yana undan a ta ko'p. Sonlarning eng kichik ikkitasi x va y. Ko'paytmasi 85. X va y ko'paytmasi 85. Eng katta ikkita ko'paytmasi z va y. Bu 115. Shu sonlarning yig'indisini toping deyapti. Shu sonlar yig'indisini topishimiz kerak ekan. Xo'p, y o'rniga x plus a ni qo'ysak, x plus a. Demak 85 bo'ladi. Z o'rniga x plus a ni qo'yamiz. Y o'rniga x plus a ni qo'yamiz. Y o'rniga mana bu joyga x plus a ni qo'ysak, demak bu x plus 2 ta a bo'ladi. Bu 115. Sistema. Mana shu sistemadan x va a ni topsak, sonlarimiz kelib chiqadi. Shu sonlar yig'indisini topsak bo'ldi. Xo'sh, demak, bunday qilsak, nisbat, ya'ni bo'lib yuboraman. Bo'lib yuborsak, mana bular qisqaradi va x taqsim x plus 2 ta a qoladi. 85 taqsim 115. Bularni ham 5 ga bo'laman. 17 bo'ladi. Buni 5 ga bo'lsam 23 bo'ladimi? 23. Proporsiya qilay, 23x teng 17x plus 34a. Buni bu tarafga olib o'tadigan bo'lsam, 6 ta x teng bo'ladi 34 ta a. Demak, x bu joydan 17 ta a taqsim 3 ekali kelib chiqadi. X mana shunday. Endi o'rniga qo'yamiz. Mana bu o'rniga qo'yamiz. Demak, bu yerga qo'yadigan bo'lsam 17 ta a taqsim 3 ko'paytirilgan. Unga yana a ni qo'shsam 20 a taqsim 3 bo'ladi. Bu 85. 85 va 17 ni qisqarsak 5 qoladi. 5 va 20 ni qisqarsak 4 qoladi. Demak, a bu joydan 9 taqsim 4 ekali kelib chiqadi. A kvadrat. A demak 3 taqsim 2. A 3 taqsim 2 ekan. Mana bu joyga qo'yamiz 17 taqsim 3 ko'paytirilgan 3 taqsim 2. Bular qisqarib 17 taqsim 2 kelib chiqadi. Demak, x 17 taqsim 2. Y nima bo'ladi? Y 17 taqsim 2 ga yana 3 taqsim 2 ni qo'shamiz. Ya'ni bu 10 bo'lar ekan. Z chi 10 ga yana 3 taqsim 2 qo'shamiz. 23 taqsim 2 bo'ladi. Mana z, mana y, mana x. Qo'shamiz.
17 taqsim 2 ga qo'shaman 10 ni, qo'shaman 23 taqsim 2 ni. Mana bu ikkalasi yig'indisi 20, ya'ni qo'shsak 42 bo'lsa 20, unga ham 10 qo'shsak 30 kelib chiqar ekan. 30 bizda mana bu javobda. Xo'sh, davom etamiz. 50-misol. Anvar, Behruz, Sobir, Doniyor, Erkin. Ishchilar mos ravishda 6, 12, 18, 24 va 36 kunda tugatadi. Ular birgalikda 2 kun ishlasa va 4 ta ishchi ishladi va 4 ta ishchi ketdi. Qolgan ishni 6 kunda qaysi ishchi tugata oladi deyapti. Xo'p. Demak, Anvarning quvvati n1 deb oladigan bo'lsak, u a taqsim 6. Anvarnikini n Anvar qilib qo'yamiz. N Behruz, uning quvvati a taqsim 12. N Sobir, uning quvvati a taqsim 18. N Doniyor, uning quvvati a taqsim 24. N Erkin, uning quvvati a taqsim 36. Ular birgalikda 2 kun ishlashdi deyapti. Birgalikda ishlaydigan bo'lsa, quvvatlarni qo'shamiz. A taqsim 10, a taqsim 6 ga qo'shamiz a taqsim 12 ni, qo'shamiz a taqsim 18 ni, qo'shamiz a taqsim 24 ni, qo'shamiz a taqsim 36 ni. Ular biror qismini bajardi 2 kunda. Qancha qismini bajargan ekanligini topib olamiz. Xo'p, jami maxraj 72 bo'ladi. Mana bunga 12 dan, mana bunga 6 dan, mana bunga 4 dan, mana bunga 3 dan, mana bunga 2 dan beramiz. Demak, 12a, 6 ni qo'shamiz 18, 4 ni qo'shamiz 22, 5 ni qo'shamiz 27. 27 a taqsim 72 bo'ladi. Teng x taqsim 2 ga. Bularni 9 ga bo'ladigan bo'lsam 3 qoladi. Bu joyda 8 qoladi. 8 va 2 ni ham qisqartiraman, 4 qoladi. Demak, x kelib chiqadi bu joydan. Ya'ni 3a taqsim 4 qismi bajarilgan. Mana bu bajarildi 2 kunda. Xo'p, 2 kun ishladi va 4 ta ishchi ketdi. Qolgan ishni 6 kunda qaysi ishchi tugatadi deyapti. Demak, bizda 6 kunda qolgan ish 3a taqsim 4, qolgani a taqsim 4 qoldi. O'shani 6 kunda qaysi ishchi tugata oladi deyapti. Ya'ni x taqsim t. Mana shu yerdan t ni topamiz. Ishni a taqsim 24 teng a taqsim t. Bu joydan t kelib chiqadi 24 ekanligi. Bu 24 soatda, qolganini 24 soatda qaysi birisi tugata oladi? Albatta Doniyor tugata oladi, sabab Doniyorning quvvati a taqsim 24. Javobimiz D bo'ladi. Xo'p, shuning bilan keyingi 10 talik yechimini o'z tahlilini o'z nihoyasiga yetkazamiz. Barchaga rahmat. Keyingi video yechimlarimizda ko'rishguncha.